Hozir kompleks sonlar haqida ozgina tushuncha berib yuboraman. Kompleks sonlar bu z teng a plus i ko'paytirilgan b ko'rinishidagi ifodaga aytiladi. Bu yerda amiz sonning haqiqiy qismi. Buni bizlar z ko'rinishida yozishimiz mumkin. B sonning mavhum qismi. Buni mz ko'rinishida yozishimiz mumkin. Bu yerda i ning kvadratini -1 deb belgilash kiritib olamiz. I kvadrat ko'rgan joyimizga -1 qo'llab ketishimiz mumkin ekan. Endi kompleks sonlarda qo'shmasi ham kerak bo'lishi mumkin. Misol ishlashlarda qo'shmasi z chiziqcha bilan yozamiz. Mana bu kompleks sonni qarama-qarshi ishoralisini yozamizda. Minusdan i b ko'rinishda yozsak bo'ladi. Keyin moduli kerak bo'lishi mumkin bizga. Moduli ildiz ostida a kvadrat plus b ko'rinishda, b kvadrat ko'rinishda. Endi bizlarga misollar berilishi mumkin. Masalan, i plus 2 taqsim 3 minus i ko'rinishda kompleks son berilsa, maxrajdagi kompleks sonni yo'qoting yoki ratsional ko'rinishga keltiring degan misollarda biz maxrajini qo'shmasiga ko'paytirib yuboramiz, surat maxrajini. Bu degani 3 plus i bo'ladi. Ko'paytirganimizda suratni bittalab ko'paytiramiz. I ni 3 ga ko'paytiramiz, 3i bo'ladi. Plus i ni i ga ko'paytirsak i kvadrat bo'ladi. 2 ni 3 ga ko'paytiramiz 6, 2 ni i ga ko'paytiramiz plus 2i bo'ladi. Taqsim. Bu kvadratlar ayirmasini beradi. Maxraji 9 minus i ning kvadrati bo'ladi. Keyin i kvadrat bor joylarga -1 qo'yishimiz mumkin. Mana bu ikkalasi 5 ta i bo'ladi. Bu -1 bo'lsa 6 dan 1 ayrilib 5 yoziladi. Taqsim. Bu -1 bo'lsa bu 10 ni beradi. Keyin alohida bo'lib olsak bo'ladi. Bu degani 5i ni 10 ga bo'lsak 1 taqsim 2i minus 5 ni 10 ga bo'lsak 1 taqsim 2. Demak, bu yerda sonning haqiqiy qismi -1 taqsim 2, uning mavhum qismi 1 taqsim 2 bo'ladi deb yozsak bo'lar ekanda. Mana shunday. Yana bitta misol. Agar bizlarga i plus 2 darajasida 4 degan mana shu darajali ifoda beriladigan bo'lsa, buni ixchamlang deydi-ku. Buni bizlar i plus 2 ning kvadratining qavs kvadrati ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bu yerda qavs kvadratni ochib chiqsak i kvadrat plus 4 ta i plus 4 shuning qavs kvadrati deb yozishimiz mumkin. Buni ham ixchamlaymiz. I kvadrat o'rniga -1 qo'yishimiz mumkin. Keyin 4i plus 3 hosil bo'ladi. Shuning kvadrati bo'ladi. Endi buni kvadratini ochib chiqadigan bo'lsak 16i kvadrat plus 24i plus 9 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Yana i kvadrat o'rniga -1 qo'ysak, buni yana ixchamlab yozamiz. 24i minusdan -16 plus 9 bo'lsa, bu degani -7 degani. Mana bu javobga kelayotganmiz.